Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Navbatdagi obyektimiz Xazarasib ataliq Sho'rko'l deb aytamiz. Sho'rko'ldamiz. Ko'rib turganlaringizdek. Beda bugun ish boshladik 6 aprel sanasi. Xudo xolasa ishimiz qizg'in davom etib turibdi. Shiferimizni balandligini 3 metr ko'targanmiz. Strapilamiz arasi 60 santimetrdan qo'yildi. Yog'ochlarimiz 10lik bo'ladi. Paragolligimiz strapilamıza gezek 11'e kalını 3 santimetre çıkardı. Yani şunu holatda. Xohlovchilar uchun hamma materialni o'zim ekkalaman, shuning ishi materiallardan bo'ladi. 1 kvadratini 150 ming so'mdan usta qism materiali, lisi, mixi, shurupi hammasi ichida bo'ladi. Munatabam ishlab beramiz. Kvadrat navga hisoblanadi desangizlar, shiper kvadratini hisoblaymiz. Shifer kvadratına 150 ming so'mdan 35'lik list bo'ladi, 0.35'lik bo'ladi. Agarda 3'lik, ondan ham yipqaroq bo'lsa, arzonlab boraveradi. 140-130 ming so'mdan ishlab beramiz 1 kvadratini. Agarda 35'likdan qalin bo'ladigan bo'lsa, 40'lik bo'ladigan bo'lsa, yana narxi ko'tarilib boraveradi. Ki aytib o'tganimizdek, strapilamiz arasini 60'dan qo'ydik. Rekamizni ertang xudo xolasa ishlaymiz. 45 santimetrdan arasini qo'yamiz. Rekamiz ham lapsha reka. Hemen 6'ga 2-3'lik bo'ladi yana qalini. Shuni 5'lik emas, 6'lik ishlatamiz. Shunday holatda bu yerlari joyimizni hayvoncha bo'lishda nevis yurtlarimizni 3,5 metr bedan. Joyimiz общий razmeri 14,5 uzinasini 16 metr. Buna endi to'liq rasxotini xudo xolasa lis olgandan keyin chala rasxot bo'ldi, video atib qo'yamiz. Ko'rib kuzatib boraverasizlar. Kanalimizda yangi bo'lsanizlar obuna bo'lib qo'yinglar. Like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab dursanizlar xudo xolasa ko'rsatib boraveramiz har kun video qo'yib tez-tez. Ertang xudo xolasa simburg'alarni ishlaymiz. Simburg'am beriladi bir qator. Shunday holatda bo'ladi yana. Bizlarni kuzatishda davom eting. Savollaringiz bo'lsa, nomer qo'yib o'tamiz. Telefon etsangizlar ham bo'ladi. Telegram, WhatsApp, imo bor. Ishlaydigan yerimiz hozir Xazarasib ataliqda yuribmiz. Sho'rko'lda. Bu yanimiz Bag'atadon. Bu yan tarafımız Drujba Pitnek, yani toprak kala desek bo'ladi. Şu an xizmatdamiz shu aralıkta. Bemalol telefon qilaverasizlar, kelishilgan narxda ajoyib etib ishlarimizni sifatini garantiya beramiz. Xudo xolasa ajoyib etib ishlab beramiz. Bizlarga obuna olib qo'yinglar. Xudo xolasa ertaga ham bir video rolik atib chiqamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.